Samarqand shahridagi 24-son umumta'lim maktabida har yili bahorning ilk kuni 1-mart sanasi o'zbek adabiyotining otash nafas shoirasi Zulfiya Isroilovaning tavalludiga bag'ishlangan adabiy kecha o'tkazilishi an'anaga aylangan. Joriy yil ham maktab jamoasi bu kunga yaxshi tayyorgarlik ko'rishdi. Tantanali kechani O'zbekiston madhiyasi ijrosi ochib berdi. Adabiy musiqiy kecha Zulfiya sadoqat ko'ychisi deb nomlanib, maktabning yuqori sinf o'quvchilari tomonidan sahna chiqishlari tayyorlandi. O'quvchi yoshlarga maktab targ'ibotchisi Xurshida Xolmonova va musiqa fani o'qituvchisi Daler Asliyev rahbarlik qilishdi. Mana bugungi tadbirimizni Zulfiya xonimning tug'ilgan kuniga bag'ishlab o'tkazdik, ya'ni 24-maktab o'quvchilari. Bular albatta asosiy maqsadimiz Zulfiya xonim izdoshlarini ko'paytirish, keng omma e'tiboriga havola etish, albatta bularni yanada qirralarini ochish va bularni kelgusida Zulfiya xonimning izdoshlari bo'lib yetishiga harakat qilamiz. Tadbir ishtirokchilari tomonidan adibaning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar yetkazilib, shoira ijodidan go'zal namunalar o'qib berildi. Sahna ko'rinishlari tayyorlandi. Bajonini qabul qilamiz. Mana to'garagimiz a'zolari bilan tanishing. Hamid Olimjon va Uyg'un. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik gullarining eding maftuni. Musiqa maktabi a'zolari tomonidan shoira qalamiga mansub she'rlardan ashulalar ijro etilib, tomoshabin diqqatiga o'quvchi qizlar tomonidan milliy raqslar ijrosi kechaga shukuh bag'ishladi. Mana bugun Zulfiya tavalludini nishonlash maqsadida maktabimizning iqtidorli o'quvchilari bilan birgalikda tadbirni nishonladik. Ya'ni bunda Zulfiyaning izdoshlari bilan birgalikda ularning o'z she'rlarini yozib, Zulfiya xonim izdoshlarini keng ko'lamga olib chiqdik. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Tadbir so'ngida so'zga chiqqan maktab direktori To'ydona Doliyeva tadbir tashkilotchilariga o'z minnatdorchiligini izhor etdi va barcha qatnashchilarni bahoriy ayyom bilan qutladi.